sizni hayot tarzingizni 100% ga o'zgartirishiga javob beraman. Agar siz ham oddiy ishda ishlasangiz va hayot tarzingizni xuddi bizdagidek oddiylikdan mana shunaqangi yaxshi hayotga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, albatta yangi proyekt siz uchun bo'ladi. Hozir mana yangi proyektimizni, video darslarini yozib tugatdik. Bu proyektimizda hech qayerda kitoblarda olinmagan, internetlardan olinmagan, shaxsan bizni hayotimizni 100% da o'zgartirib yuborgan etaplarni kiritdik. Video darslarimizni yozib tugatdik. Agar siz ham noldan boshlab hayotingizni yaxshilashga, oddiy ishdan mana shunday yaxshi hayotga o'tishni istasangiz, bu etapni formulasini bilishni istasangiz, kommentariyada formula so'zini yozib qoldiring. Siz yozgan so'zlarga qarab qancha inson hayotini o'zgartirmoqchi va men shunga qarab proyektni tezlashtiraman. Inshaalloh bu proyekt sizni hayot tarzingizni 100% ga o'zgartirishiga javob beraman. Chunki tajribamizdan va biz ham oddiy insonlar bo'lib, mana shu darajaga yetganimizni har birini formulasini shakllantirganman. Agar siz ham hayot tarzini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, formula so'zini kommentariyada yozib qoldiring.